Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq muxlislari. Men Sobirova Dilnoz, Qo'mitan tumanidagi 11-son ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabi-internatida ona tili va adabiyot fanidan dars bergan muxbirim. Mana bugun mamlakatimiz hayotida yana bir tarixiy kun. Bu kun o'zbek tiliga davlat tili maqom berilganiga 36 yil bo'ldi. O'zbek tiliga davlat tili maqom berilishi Erkin Vohidov ta'biri bilan aytganda bizga nima uchun kerak dedi Erkin Vohidov. İzzat nafsimizni qondirish uchunmi, g'ururimizni namoyon qilish uchunmi deydi. Yo'q, o'zbek tiliga davlat tili maqom berilishi o'zligimizni anglash, o'zbek degan nomni butun dunyo tanishi uchun kerak deb aytadi. Bu o'zbek tiliga davlat tili maqom berilishi kuni arafasi bilan maktabimizda bir qancha tadbirlar o'tkazilmoqda. Insholar tanlovi, rasmlar tanlovi, ona tili haqida chellenjlar tanlovi va ona tilimiz madhiga bag'ishlangan tadbirlar o'tkazilmoqda. Kuni kecha kasb bayramimiz munosabati bilan prezidentimiz biz o'qituvchilarga bir qancha imkoniyatlar yaratdi. Masalan, bu imkoniyatlarni oladigan bo'lsak, 15 yil oliy toifada ishlaydigan o'qituvchiga ipoteka krediti bilan uy olmoqchi bo'lsa, 25% davlat tomonidan qoplab beriladigan bo'ldi. Bundan tashqari o'qituvchi kompyuter, printer kabi texnikalarni olmoqchi bo'lsa, imtiyozli kreditlar berildi. Magistraturani qizil diplom bilan bitirganlarga birinchi toifa, bakalavrni qizil diplom bilan bitirganlarga ikkinchi malaka toifasi berilishi to'g'risidagi qonunlar qabul qilindi. Bundan tashqari o'qituvchilarga joriy qilingan sertifikatlar ham biz bilimdon o'qituvchilarga imkoniyat deb o'ylayman. Chunki bu sertifikatlardan foydalanib bilimi bor o'qituvchi katta maosh olmoqda. $1000 ham ortiq maosh olayotgan o'qituvchilarimizni ko'rib turibmiz. Xususan o'zim ham 50% milliy sertifikatlardan 100% natijani qo'lga kiritib, 50% ustamani qo'lga kiritganman. Bundan tashqari maktabimizda har yil o'quvchilarim 100% o'qishga kirganligi va olimpiadalarda faol ishtirok etganligi tufayli maktabimiz tomonidan ham 40% ustamaga ega bo'lmoqdaman. Bu olayotgan maoshimiz bizning kasbimizga bo'lgan muhabbatimizni, kasbimizga bo'lgan yanada qiziqishimizni orttirmoqda. Prezidentimiz yaratib berayotgan bu imkoniyatlardan men o'ylaymanki, faqat o'qituvchi izlanishi kerak, o'z ustida ishlash kerak va mamlakatimiz uchun yetuk kadrlar tayyorlab berish kerak deb o'ylayman.